Mana shunaqa 3 oylik chaqaloqcham bilan uyda o'tirgan bo'lganman. Uyda o'tirib ham pul topsangiz bo'ladi. Shunaqa zo'r ish. Bolangiz bilan boshqa yerda ishlolmaysiz. Men shunaqa ishlayapman deb tanishim taklif qilganida hayron qolganman. Nahotki uyda o'tirib ham qilsa bo'ladi deb. Yo, rostdan ham bolacham 9 oylik bo'lgan vaqtda o'sha men direktor bo'lib $400-500 oylikka chiqqanman shu vaqtda. Bundan 12 yil oldin. U vaqtlar ancha qiyin edi. Hozir men 6 oyda qilgan ishni hozir qizlar 1 oyda qiladi. Shani aytaman-da, onlayn ishlashadi hozirda. Mana uyda telefon, uyda o'tirib mahsulot sotadi, uyda o'tirib taklif qilishadi. Вообще super qizlar, olg'a. Rahmat kattakon. Bitta savol, Dildora opa 12 yil oldingi Dildora bilan hozirgi Dildorani o'rtasida farq bormi? Yo'q, farq bor. Nima edi, yoshlikka, men u vaqtdagi Dildora bilan hozirgi Dildorani o'sha vaqt tanishlarim yosharib ketibsiz deb shunaqa deyishadi. Men ongimda ham, dunyoqarashimda